Alloh subhanahu va taoloning Asmaul Husno go'zal ismlari silsilasidan navbatdagi darsimiz. Bugun ana shu go'zal ismlardan Al-Aziz ismini dars qilgan bo'lamiz. Alloh taolo Al-Aziz bo'lgan zot. Qur'oni Karimda yuzlagan oyatlarda Alloh taoloning mana shu ismi zikr qilingan. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham ko'pgina hadislarida bu ism aytilgan. Qur'onda ana shu ism haqida shunday deyiladi. Astaizu billah. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Hashr surasi. U Alloh shunday zotki, hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bor. U yolg'iz podshohdir. Har qanday ayb nuqsondan pok salomatdir. Omon qilguvchidir, ko'rib kuzatuvchidir, qudrat sohibidir. Al-Aziz, qudrat sohibi. Qur'oni Karimda Alloh taoloning Al-Aziz ismi boshqa ismlar bilan birga zikr qilingan. Al-Azizul Hakim, qudrat va hikmat sohibi. Al-Azizul Alim, qudratli va bilguvchi zot. Al-Azizul Hamid, qudratli va maqtov egasi. Al-Azizur Rahim, qudratli, mehribon. Al-Azizul Wahhab, qudratli va saxovatli. Al-Qawiyul Aziz, haqiqiy kuch-qudrat egasi. Azizun zuntiqom, qudrat va intiqom sohibi. Mana aytdik, Al-Aziz ismi Alloh taoloning Qur'onda yuzlagan o'rinlarda, yuzlagan oyatlarda zikr qilingan. Mana endi bu ismni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida zikr qilinishi. Mana ba'zi ismlar bor, Alloh taoloning go'zal ismlaridan Qur'onda zikr qilinmagan. Payg'ambarimizning hadislarida. Masalan, Al-Hannan, Al-Mannan ismi. Qur'onda yo'q, lekin payg'ambarimizning hadislarida bor. Ammo Al-Aziz ismi ham oyatda, ham hadisda zikr qilingan. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shunday deb duo qilganlariga rivoyat qilinadi. La ilaha illallohul vahidul qahhar, robbus samawati val ardi va ma baynahumal azizul g'affar. Mana azizul g'affar. Gunohlarni kechirguvchi, qudrat sohibi, al-azizul g'affar. Mana endi bizni tilimizda aziz degan so'z hurmatli, e'tiborli, martabasi baland degan ma'nolarda tushunamiz. Bu aziz odam o'zini qavmi uchun deganda mana shu ma'noda tushunamiz. Endi Alloh taoloni al-aziz deganda qanaqa ma'nolar chiqadi? Masalan, bir sifat bor, insonni zotida aytilsa bu nuqson bo'ladi, ayb bo'ladi. Lekin shu sifat Allohni zot haqida aytilsa, bu martaba bo'ladi, ulug'lik bo'ladi. Masalan, mutakabbir. Insonga nisbatan ishlatsangiz, bu ayb bu. Lekin Alloh taoloni mutakabbir deganimizda bu fazilat bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shunga o'xshagandek, aziz degan sifatni, aziz degan ismni Allohga qo'llaganimizda bir ma'no, bandalarga qo'llaganimizda yana bir ma'no bo'ladi. Al-Aziz ismining ma'nolaridan. Birinchi ma'nosi Al-Aziz degani g'olib degani. G'olib. Va inna jundana lahumul g'olibun deydi Alloh taolo Saffot surasida. Va shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchidir. Shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchidirlar. Allohning qo'shini kim? Payg'ambarlar va ularga iymon keltirgan zotlar. Payg'ambar va ularga iymon keltirganlar Allohning qo'shini bo'ladi va ular doim g'olib bo'ladi. Endi siz bilan biz musulmon sifatida o'zimizni Allohning askari ekanligimizni yuzaga chiqaradigan bo'lsak, albatta g'olib bo'lamiz. Qaytaraman. Musulmon sifatida o'zimizni Allohning qo'shini ekanligimizni yuzaga chiqarsak, albatta g'olib bo'lamiz. Sen birodar mo'min sifatida Allohning qo'shini bo'lib turib, mag'lub bo'lishing mumkin emas. G'olib bo'lmasliging mumkin emas. Misol,
Fir'avnning qizini sartaroshi. Fir'avnning qizi uni sartaroshi bor. Bu muslima edi. Musa alayhissalomga iymon keltirgan muslima edi. Fir'avn men xudoman degan odam edi. Ana shu qizini sochini tarayatib Fir'avnni qo'lidan tarog'i tushib ketdi. "Ya Alloh" devordi. Fir'avnning qizi eshitib turib, seni hali meni otamdan boshqa ilohing bormi?" deb turib otasiga aytib qo'ydi. Qissani bilasizlar. 4 ta 5 ta bolasini qozonga solib kuydirib yubordi. O'zini ham qatl qildi Fir'avn. Xo'p, Fir'avn g'olib bo'ldimi? Fir'avn g'olib bo'ldi odamlarning o'lchovi bilan qaralganda. Chunki bu ayolni qatl qildi bolalari bilan. Hukmini qahr bilan o'tkazdi unga. Lekin oqibat nima bo'ldi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Me'roj kechasida jannatga kirganlarida juda ham bir yoqimli, xushbo'y narsani hidini his qildilar jannatda. Bu nimani hidi deb Jabroil alayhisalomdan so'raganida boyaga ayolni aytdi. Demak, bu ayol payg'ambarga iymon keltirib, o'zini mo'minligini yuzaga chiqarib, Allohning qo'shini ekanligini isbotladi. Garchi dunyoda qatl qilinib, odamlarning ko'zida mag'lub bo'ldi deyilsa ham, kim yutdi? Mana shu ayol yutdi. Shuning uchun qaytarib aytamiz, musulmon sifatida birodar, o'zingni Allohning askari ekanligini yuzaga chiqarsang, albatta g'olib bo'lasan. Alloh taolo aytadi: "Intansurulloha yansurkum." Agar sizlar mu'minlar Allohga yordam bersanglar, Alloh ham sizlarga yordam beradi. Biz Allohga yordam bera olmaymiz. Alloh taolo birovning yordamiga muhtoj emas. Alloh hech narsaga muhtoj emas. Allohga yordam berish degani Allohning diniga yordam berish degani. Iymonda, taqvoda, solih amalda mustahkam tur, dinga ansor bo'l, yordamchi bo'l, Allohdan albatta nusratni olasan. Shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchidirlar. Musulmon odam doim g'olib bo'lgan, al-aziz bo'lgan Alloh taolo bilan birga bo'lishligi kerak. Agar biz mana hozirgi kunda musulmonlar musulmon bo'lib turib g'olib emas ekanmizmi? Demak, ayb o'zimizda. Biz musulmonman deb turib g'olib emasmizmi? Ayb faqat o'zimizda. Ayb Allohga bo'lgan taqvoyimizda, qulchiligimizda, itoatimizda. Chunki Alloh taolo aytib qo'yibdi, shak shubhasiz meni qo'shinim g'olib bo'ladi deyapti. Men yordam beraman deyapti Alloh. Endi mana shunday va'dani egasi bo'lib turib siz bilan biz g'olib emasmizmi? Ayb faqat kimda? O'zimizda. Doim g'olib bo'lgan, al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lishlik haqiqiy yutuq va haqiqiy ulug'vorlik. Vayron qiladigan xato nima? Mag'lub taraf bilan birga bo'lib qolish. Allohdan boshqalar bilan birga bo'lib qolishlik bu katta xato bo'ladi. Agar sen al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen g'olibsan. Senga yordam beriladi. Agar al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, kim senga qarshi tura oladi? Agar Alloh senga qarshi bo'lsa-chi, kim senga yordam beradi, foyda bera oladi? Shuning uchun qoida: musulmon odamning quvvati, qudrati, kuchi Allohning manhajini amalga oshirishligida. Qanchalar kuchlisiz, qanchalar quvvatlisiz bilmoqchimisiz? Pulingizga qaramang, tanish-bilishingizga qaramang, bilegingizdagi quvvatga qaramang. Sizni mo'min sifatida quvvatingiz Allohning manhajini amalga oshirishingizga bog'liq. Ko'proq amalga oshiryapsizmi? Ko'proq taqvoda yuribsizmi? Demak, siz kuchlisiz. Masalan, o'sha tijoratini bir yarmiga kuyib ketsa, sarmoyasini yarmiga kuyib ketsa yoki hammasiga kuyib ketsa, ayrim odamlar shart insult bo'lib qoladi. Shart infarkt bo'lib qoladi. Nimaga desa, quvvatli emas-da u, kuchli emas-da u. U puliga suyanib kuchli his qilardi o'zini. Mansabiga, kursisiga suyanib turib o'zini kuchli his qilar edi. Endi mana shu kursi bilan mablag'i qo'lidagi dunyosi olib qo'yilganda, holi qurib, iliga qaltirab infarkt bo'lib qolyapti-da. Agar mo'min Alloh bilan birgaligidan quvvat oladigan bo'lsa, Allohdan uni hech kim ajratib qo'ya olmaydi. Shuning uchun birodarlar, musulmon odam Allohning manhajini amalga oshirib borar ekan, quvvatli bo'laveradi. Mo'minning kuch-quvvati
diniga qilayotgan amaliga bog'liq. Shuning uchun siz bilan biz din haqida qayg'urishimiz kerak emas. Bu dinni, Qur'onni, shariatni Alloh taolo nozil qildi, o'zi himoya qilib oladi. O'zi yordam beradi. Biz o'zimiz haqimizda g'am qilaylik. Ma'qulmi? Bir odam o'sha dunyo matohi katta bo'lsa qo'lida, biror bir mansabga ega bo'lsa yoki biror dunyo narsasini qo'lga kiritsa, o'zini quvvatli his qilishni boshlaydi. Demak, o'sha bilan quvvatli bo'ldimi? Demak, o'sha narsa ketganda quvvatsiz bo'lib qolaveradi. Xulosa, mo'minning kuch-quvvati Al-Aziz bo'lgan Allohni manhajini amalga oshirishda bo'ladi. Oshiring, quvvatli bo'laverasiz. Ha, nima deydi o'sha bir quvvatli mo'min? Dunyosini hammasi kuyib ketsa nima deydi? Hammasidan ajrab qolsa nima deydi? Ha, Alloh beruvdi, Alloh oldi. Alloh berganda sinagan edi. Olib ham sinayapti. Berib sinaganda chiroyli o'tdim imtihondan, endi olib sinayotganda ham chiroyli o'taman deydi. Ma'qulmi? Demak, mo'minning quvvati Allohga tavakkul qilishida, Allohga suyanishida, shariatga amal qilishida. Endi Alloh taoloning yordami, quvvati, qo'llashi qachon bo'ladi deyilsa, hozir aytdik, shariatga amal qilinganida. Orzu hayollar bilan, xom hayollar bilan ish bitmaydi. Bunaqa orzu hayolga, umidlarga ila suyanib olishlik bu hamoqatli odamlarning ishi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, laysa bi amaniyikum va la amaniy ahlil kitab. Sizlarda ham xom hayolinglar emas, ahli kitoblarning xom hayollari ham emas. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kim yomon amal qiladigan bo'lsa, albatta jazosini olur. Shuning uchun inson solih amalni qiladi, Allohning qo'llashiga ega bo'ladi. Solih amal qiladi, duolari ijobat bo'lishiga umid qiladi. Chunki birodarlar, biz Alloh taolodan kuch-quvvat so'rab duo qilsak-ku, shariatdan chiqib ketgan bo'lsak, topish-tutishimizga harom aralashgan bo'lsa, mana shunday holatda duo qilsak, duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Vaholanki, va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman degan Alloh. Endi duo qilsangiz ijobat bo'lmayaptimi? Ay faqat o'zingizda. Alloh duo qil, ijobat qilaman dedimi? Siz duo qildingiz, ijobat bo'lmayaptimi? Ay faqat o'zingizda. Bir zamonasidagi bir qudratli podshohlardan bittasi olim bilan yo'liqib qolib, meni haqimga duo qilib qo'ying dedi. Olim nima dedi? Zulm qilma haloyiqqa, meni duoyimga muhtoj bo'lmaysan dedi. Chunki o'zingni duoying ijobat bo'laveradi. Har qancha duo qilmasin, haddidan oshganlarning duosini Alloh ijobat qilmaydi. Astagfirullah. Ud'u robbakum tadarruan va xufiya innahu la yuhibbul mu'tadin. Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qiling, zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Yana qaytarib aytamiz, duoingiz ijobat bo'lishi uchun taqvoda bo'ling, halol bo'ling, zulm qilmang. Birovni duo qilishi shart emas sizga, o'zingiz duoingiz ijobat bo'laveradi. Chunki Alloh o'ziga do'st tutgan bandani hech kim xor qila olmaydi. Alloh xor qilishni xohlagan bandani hech kim aziz qila olmaydi. Ma'qulmi? Alloh aziz qildimi, har qancha unga dushmanlik qiling, har qancha tagiga suv qo'ying, oyog'iga bol turing, u aziz bo'laveradi. Chunki Alloh aziz qilib qo'ygan uni. Endi Alloh xor qilib qo'ygan bandan har qancha yo'ling, har qancha turting, uni hech kim aziz qila olmaydi. Demak, Al-Azizning ma'nolaridan bittasi g'olib. Alloh taolo o'zining ishida g'olibdir. Ikkinchi ma'nosi, Al-Aziz sharafli, hurmatli, martabali, e'tiborli. Har qanaqa jamiyatning ichida u musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, avval yashagan bo'lsin, hozir yashayotgan bo'lsin, farqi yo'q. Odamlarning jamoati, jamiyati bormi? Ularning ichida albatta hurmat, e'tiborli, sharafli bo'lgan insonlar bo'ladi. Mana Qur'onda ham Alloh taolo
ana shu Bilqis qissasida aytadi: "Qolat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha." Sulaymon alayhisolamning maktubi keldi. Bu ayol Bilqis o'zini vazirlar bilan maslahatlashyapti. Shunda aytadiki, aniqki podshohlar qachon biron qishloqqa bostirib kirsalar, uni vayron eturlar, aholisining obro'li, e'tiborli kishilarini esa xorizor qilurlar. Aizzata ahliha. Mana Alloh taolo aytayapti, bir qavm bo'lsa, shuning ichida hurmatli kishilari bo'ladi, aziz insonlar. Birinchi ma'nosi al-azizni g'olib, ikkinchi ma'nosi hurmatli, martabali, sharafli. Al-azizning uchinchi ma'nosi kuchli, quvvatli. İz arsalna ilayhim usnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin. Yosin surasida Alloh taolo aytadi, bir qavmga ikkita payg'ambarni yubordi, qavm ularni qabul qilmadi. Shunda Alloh taolo ularni quvvatlashlik uchun, ularni kuchaytirishlik uchun uchinchisini yubordi. O'shanda biz ularga ikki elchini yuborganimizda, u ikkisini yolg'onchi qilishgach, uchinchi elchi bilan quvvatlantirdik. Al-azizning yana bitta ma'nosi kuchli, quvvatlik. Agar falonchi odam aziz deyilsa, demak uni kuchli, quvvatli ekanligi ma'lum bo'ladi. Odamlar kuchli odamlar bilan birga bo'lishni yaxshi ko'radi. Bu insonning tabiatida bor narsa. Ammo haqiqiy kuch-quvvat egasi kim? Hamma kuchlilardan ham kuchli bo'lgan kim? Xoliqul kavn, al-aziz bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Agar biz ham kuchli bo'lishni xolasak, Allohga tavakkul qilish kerak. Allohga suyanish kerak. Agar hurmatli bo'lishni xohlasak, Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan qo'rqing, hurmatingiz oshaveradi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Ilmli bo'lishni xohlasak, Allohdan qo'rqaylik. Chunki mana biz hozir aytgan oyatda Alloh aytayapti, taqvo qilinglar, fa yuallimukumulloh. Alloh o'rgatadi o'zi. Hamma yo'qda o'rgatadi. Pul topishni ham o'rgatadi. Oilani idora qilishni ham o'rgatadi. Farzand tarbiya qilishni ham o'rgatadi. Hamma yo'qda o'rgatadi. Faqat bitta sharti Allohdan taqvo qiling. Allohdan qo'rqing. Alloh al-aziz bo'lgan zot. Agar bir narsa aziz deyilsa, mana aytdik-ku darsimizning boshida. Bir sifat bor, bandaga nisbatan aytilsa bu ayib, Allohga nisbatan ishlatilsa bu sifat, bu fazilat. Mana mutakabbir. Agar insonni mutakabbir deb sifatlasak, bu yomon odamligi ma'lum bo'ladi. Endi Alloh taoloni mutakabbir deb sifatlasak, bu fazilat bo'ladi. Mana endi bir narsani, bir maxluqni aziz desak, u bir ma'no. Alloh taoloni aziz desak, yana bir ma'no. Masalan, bir narsani aziz deylik. Qaysi narsa aziz biz uchun? Narsalar ichida. Oltin. Masalan, oltin. Bu aziz narsa, chunki nodirda kam, nodir. O'shuning uchun narxi baland. Yoki bo'lmasam, almas, brilliant. U ham aziz narsa. Nima uchun? Nodir, kamyob va qimmat o'shuning uchun. Ammo Alloh taoloni aziz deydigan bo'lsak, bu uning misli yo'q, tengi yo'q, o'xshashi yo'q degani. Alloh taoloni aziz desak, Alloh taoloni yagona degan bo'lamiz. Laysa kamithlihi shay'un. Biron narsa Allohga o'xshamaydi. Shuning uchun aytiladi: kullu ma khatara fi balika fallohu bi khilafi zalika. Allohning zot haqida xayolingga nima kelmasin, qanaqa xayol kelmasin kallangga, Alloh buni xilofida. Biz Allohning zotini qanday ekanligini tasavvur qilishimiz mumkin emas. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Al-Aziz. Alloh shunday zotki, har bir kimsa va har bir narsa hamma narsada unga muhtoj bo'ladi. Aziz deganda demak kamyob ekanligini, noyob ekanligini, oz ekanligini tushunamiz. Ehtiyoj katta bo'ladi bu narsaga, shu narsaga odamlar muhtoj bo'ladi. Endi Allohni aziz deganimizda yagona va hech kim va hech narsa unga tengmas va u
hech narsaga nima emas, muhtoj emas. Masalan, odamlar podshohga muhtoj bo'ladi. Podshoh kerak. Chunki davlatning tinchligini ta'minlaydi, omonlikni, tartib intizomni ta'minlaydi, turmush uchun sharoitlarni paydo qilib beradi. Demak, podshoh aziz narsa. Odamlar unga muhtoj, podshoh bo'lish kerak. Endi mana shu mamlakatda, shu podshohni boshqarib turgan mamlakatning bir sahrosining bir chekkasida yoki bir tog'ning bir chekkasida, o'rmonning bir ichida bir cho'pon tirikchilik qiladi. Unga podshoh kerak emas. Chunki o'sha qo'yini, echkisini sog'adi, go'shtini yeydi, tirikchiligi shu bilan. Podshoh ham aziz narsa, podshoh ham kerak, lekin bu darajada emas-da. Endi Alloh taolo aziz, hamma Allohga muhtoj. Bu borlig'ida nimaki bor bo'lsa, tirikmi, o'likmi, qo'yuqmi, suyuqmi, harakatlanadimi, jomid turadimi, Alloh taolo uni qo'llashiga muhtoj bo'ladi. Har bitta tirik inson o'zini tirik bo'lib turishida, tirik jonivor tirik bo'lib turishida al-aziz bo'lgan Allohni qo'llashiga muhtoj. Chunki o'lim nima? O'lim nima? Allohning madadini to'xtatib qo'yilishi. Alloh qo'llamay qo'yadi, madadini uzib qo'yadi, inson o'ladi. Mana o'lib yotgan odamni ko'rmaysizmi? Hamma a'zolari o'rnida. Hozir gapirib, hozir harakatlanib turuvdi. O'ldi. Bironta a'zosi kamayib qoldimi? Yo'q, hamma yo'q turibdi. Nima kamayib qoldi? Allohni uni qo'llab turishi. Alloh qo'llamay qo'ydi, o'ldi. Shuning uchun jasadimizdagi hamma a'zolarimiz, ko'z bo'ladimi, yurak bo'ladimi, quloq bo'ladimi, buyrak bo'ladimi, Alloh qo'llashiga muhtoj. Agar ana shu qo'llash to'xtaydigan bo'lsa, inson vafot etadi. Mana aytdik, bir narsani aziz desak, shu narsaga ehtiyoj katta bo'ladi va qattiq bo'ladi. Zarurda suv birodarlar aziz narsa. Chunki suv hamma tirik jonivorning asosi. Havo ham nima? Aziz narsa. Havoga hamma muhtoj. Suv bilan havo aziz narsa ekan. Endi nodir bo'lsa, oz bo'lsa, kamyob bo'lsa-la, albatta o'sha narsa aziz degani bo'lavermaydi. Qaytaraman. Oz ekan, kamyob ekan, qimmat ekan. O'shuning uchun aziz bo'lavermaydi doim. Chunki shunaqa narsalar bor, kamyob, nodir, lekin aziz emas. Nima u? Masalan, Rolex soati. Kamyob, qimmat, nodir. Azizmi? Yo'q, usiz ham kunimizda to'radi. Yana nima bor aziz narsa? Marka yig'ish. Bitta markani 1 million dollarga olibdi deydi. Ananas bor ekan, Yevropada bu shunaqa bir turi o'stirar ekan, bir donasi 3000 dollardan ekan. Buyuk Britaniyada o'sar ekan. Juda nodir sort ekan, 3000 dollar bitta ananas. Biz aytayotgan andozaga tushyapti. Kamyob, nodir, qimmat. Donasi 3000 dollar. Azizmi shu narsa biz uchun? Lekin Alloh taoloni aziz degan paytimizda birodarlar, Alloh taolo hech kim Allohga o'xshamaydi. U hech kimga muhtoj emas, hamma Alloh taologa nima? Muhtoj. Insonning sog'ligi aziz narsa birodarlar. Alloh taolo shunaqa bir boy qilib qo'ygan bir insonni, soppa-soq. Faqat puli yo'q qo'lida. O'zini eng baxtsiz odam, eng faqir odam deb biladi. Keyin shu sog'ligini sarflab 30 yil, 40 yil yurib, katta pulga ega bo'ladi. Yana 3-4 ta dard oshirib oladi. Yana topgan pulini o'sha dardni ketkizish uchun sarflab yuraveradi. Ipritom o'sha to'ralar dardidan qutula olmaydi. Birodarlar, mana shu yuzimizda turgan, shu face'da turgan ko'z, burun, og'iz, quloq. Bilasizmi, nech pul turadi? Ko'zingiz ko'rmay qolsa, milliardlagan dollaringiz bo'lsa ham dunyo qorong'imi? Milliardlagan dollaringiz bo'lib kar bo'lsangiz, ovozni eshitmasangiz, balomi? Og'zingiz maza bilmay qolsa, balomi? Biz ojiz bandamizda bor narsamizni ko'rmaymiz. Yo'q narsamizni ko'raveramiz. Vaholanki agar qarasangiz,
yo'q narsangizdan ko'ra bor narsangiz ko'proq. To'g'rimi? Ishi yurishmayapti, tovari ketmayapti, yurting tinch turibdi, birodar. Puli ko'paymayapti, palonchidan pulini olmayapti, bemalol uxlab turyapsanmi? Qaraganda. Inson yuragi to'xtab qoladi. Bo'ldi, tamom. Miyasidagi bitta tomiri qisilib qoladi, tamom. Tildan qolishi mumkin, ko'zdan qolishi mumkin, xotirasidan ajrab qolishi mumkin, shol bo'lib qolishi mumkin. Demak, insonni mana shu sog'ligi Alloh taoloning qo'lida. Insonning kuch-quvvati, obro'yi, boyligi, hamma narsasi Alloh taoloning qo'lida. Bitta tomiringizni shunday qisib qo'yadi, hech kim emassiz. Inson tirikchilikda boshqa yurtlarga chiqib ketadi, katta rejalari bor. Planni puxta tuzgan, har oyda qancha daromad topishini hisoblab chiqqan, rejasi aniq, bir yilda paloncha daromad topadi, hamma sabablarni qilib qo'ygan, lekin biz aytayotgandek, bir uxlaydi, turmaydi. Bir yiqiladi, miyasida biron tomir uziladi, shu bilan xotirasi ketadi, hech kim bo'lmay qoladi. Shuning uchun Alloh deyish kerak. Kuchingizga ham ishonmang, pulingizga ham ishonmang, tanish-bilingizga ham ishonmang, Alloh deng. Chunki Alloh desiz, Alloh qo'llaydi. Men, o'zim, ilmim, tanishim, palonchilar deydigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'yadi. Aqlli odam nima der ekan? Aqlli odam Alloh der ekan. Agar biz aziz bo'lishni xohlasak, boy bo'lishni xohlasak, kuchli bo'lishni xohlasak, al-aziz bo'lgan Alloh deylik. Alloh desangiz Alloh qo'llaydi, o'zim desangiz o'zingizga tashlab qo'yadi. Muhammad alayhisolatu vassalam sahobalari insoniyatning eng ulug', insoniyatning guli bo'lgan insonlar. Hunayn kunida musulmonlar sanog'ini katta bo'lganiga suyanib qo'yishdi. A'jabatkum kasratukum dedi Alloh Qur'onda. Hunayn kunini eslanglar. Va yawma Hunayn id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a va daqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Musulmonlarning sanog'i katta bo'lib ketdi. Shu kungacha musulmonlarning adadi bunchalik bo'lgan emas, qo'shinining adadi. Hatto Abu Bakr Siddiq ya Rasululloh la nughlab min qillada vardi. Mag'lubiyatga uchramaymiz ozligimiz sababli. Ya'ni mag'lub bo'lsak boshqa bir sabab bilan mag'lub bo'larmiz, lekin sanog'imizni ozligi uchun mag'lub bo'lmaymiz. Ya'ni biz ko'pmiz bugun dedi. Va ayni mana shu kuni mag'lub bo'ldi musulmonlar. Mana aytyapmiz-ku, banda Alloh desa qo'llaydi. O'zim desa, pulim desa, mansabim desa, tanishim desa, qo'shinimiz sanog'i desa, Alloh qo'llamas ekan. Garchi ular payg'ambarning sahobalari bo'lsa ham, garchi ularning ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham, Alloh ularning mag'lub bo'lishini xohladi. Nima uchun? Nima uchun? O'zimiz deb qo'ydi. Ay, bo'ldi aka, bitkizib beraman deysiz, bir hafta deysiz. Qayoqdan bilasan? Javob, bir yil qolmay bitkizib beraman dedi. Qayoqdan bilasan? Svet o'chib qolar, qo'ling sinib qolar, usta bo'lsang, bankrot bo'lib qolarsan, savdogar bo'lsang, ishchilaring kelmay qolar agar prorab bo'lsang, qayoqdan bilasan? Javobni aka deydi. Desa javob deydi. 100% garantiya emas, 101% garantiya deydi. Mo'min shunaqa deydimi? Aka 100% garantiyani Alloh beradi deydi. Agar 100% garantiyani istasangiz, men uni qilib bera olmayman, men bandaman deydi. Men qo'limdan kelgan harakatni 100% qilaman deb va'da beraman. Alloh sizlarni deydi mana shu Hunayn haqida. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Biz bugun ko'pmiz deyishgan edi musulmonlar. Ammo u, ya'ni sizlarda sanog'iylar, sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi, so'ng yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Alloh deng, Alloh qo'llaydi. O'zim deng, pulim deng, o'zingizni holingizga tashab qo'yadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari Asmaul Husno silsila darslaridan birodarlar,
Alloh taoloning Al-Aziz ismini o'tgan darsimizda boshlagan edik. Alloh taolo aziz bo'lgan zot. Mana aziz deganda agar mahluqotlarga ishlatiladigan bo'lsa, bu o'sha aziz deyilayotgan narsa nodir, kamyob va unga talab juda ham katta degan ma'noda bildiradi. Masalan, almas, noyob, talab katta, qimmat, unga yetish qiyin. Endi Alloh taoloni Al-Aziz degan paytimizda Alloh taolo hech kimga o'xshamasligi, hamma narsa, har narsada unga muhtoj ekanligini tushunamiz. Aziz narsa deganda u shunaqa narsaki, unga yetishlik qiyin. Masalan, prezidentni qabuliga kirishlik aziz narsa. Chunki prezidentni qabuliga kirishlik oson emas-da. Nechta chig'iriq bor, nechta joyga yozish kerak, qancha kutishlik kerak. Podshohni qasriga kirishlik demak qiyin narsa. Endi Alloh taoloni aziz degan paytimizda Alloh taolo hammadan oliy va yuksak ekanligini tushunamiz. Alloh taoloning azizligi biz Alloh taoloni idrok qila olmasligimiz. Va ma utitu minal ilmi illa qalil. Alloh taolo aytadi, sizlarga juda ham oz ilm berilgan. Alloh subhanahu va taoloning zotini qanday ekanligini Alloh azza va jallaning o'zi biladi xolos. Alloh haqidagi bandalarning ilm ma'rifati mutlaq, komil emas, nuqsonli. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini qanaqaligini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Men Allohni qanaqa ekanligini, zotini idrok qila olmayman ekan, aqlimga sig'dira olmayman ekan dedingizmi? Demak Allohni tanibsiz siz. Chunki birodarlar, bizni ilmimiz cheklangan. Biz ojiz bandamiz. Aqllarimizning cheki bor. Shuning uchun Alloh taoloning zotini idrok qilishlikka ham siz bilan biz ojizlik qilamiz. Sayyidul xalq bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham Alloh taolo haqidagi ilmi mutlaq komil deyilmaydi. Hatto Muhammad alayhisalom ham Alloh taoloning zotini, haqiqatini to'liq bila olmaydilar. Demak, Alloh taoloni aziz deganimizda biz u zotni zoti qanaqa ekanligini idrok qila olmasligimizni tushunamiz. Shuning uchun Alloh taolo samoda, Alloh taolo arshda, Alloh taolo keladi, Alloh taoloning boldiri, Alloh taoloning qo'li, Alloh taoloning ikkita barmog'i, Alloh taoloning kulishi, Alloh taolo jahannamda ezishi degan xabarlarni eshitgan paytimizda biz xayolimizga qanaqa narsa kelmasin, Alloh unaqa emas. Qanaqa qilib keladi Alloh taolo? Va jaa robbuka val malaku soffan soffa. Qiyomat kunida Robbing va maloikalar saf-saf bo'lib keladi deyapti. Siz kelishligini idrok qilishingiz uchun, kelishi qanaqa bo'lishini tushunishingiz uchun Allohning zoti qanaqa ekanligini tushunishingiz kerak avval. Masalan, odam keldi. Siz tasavvur qila olasiz, chunki odamning nimaligini bilasizda, o'shuning uchun kelishini ham tasavvur qila olasiz. Bahor keldi. Bahorning nimaligini bilasizda, o'shuning uchun uni kelishini ham bilasiz. It keldi, mashina keldi. O'sha kelishlik qanaqa ekanligini tushunishingiz uchun o'sha kelayotganda kimligini tanishingiz kerak. Endi Alloh taoloning zotini qanaqaligini bilmaysizmi? Endi kelishi qanaqaligini ham o'ziga qo'yib qo'ying. Tushunarlimi? Alloh taolo arshga istivo qildi. Qanaqa qilib istivo qildi? Biz aytamiz, Alloh o'ziga munosib bo'lgan suratda istivo qildi, tafsilotiga kirishmaymiz. Demak, Al-Azizning ma'nolaridan uning qanday zot ekanini idrok qilish, Allohning zotini, haqiqatini ihota qilib bilib olish mustahil degan ma'noni bildiradi. Mo'minning ulug'vorligi nimada? Nima uchun mo'min odam, musulmon odam ulug' bo'ladi? Chunki mo'min odam oliy narsalarni maqsad qiladi. Mayda-chuyda narsalarni maqsad qilmaydi. Agar inson oliy narsani maqsad qilsa, eng oliy narsa nima edi? Alloh taolo edi. Alloh taoloning roziligi edi.
Alloh taoloni tanishligida. Eng oliy narsa shu. Shu narsani maqsad qilgan inson yuzga kirsa ham himmati, shijoati, g'ayrati yoshlarnikidek bo'ladi. Chunki u narsaga, birodarlar, inson yetib to'xtab qolishi mumkin emas. Ha, bunaqa oliy himmatli inson yuzga kirib tanasi yoshlarnikidaqa bo'lmasligi mumkin. Qomati sal bir egilib qolgan bo'lishi mumkin, lekin himmati oliy bo'laveradi. Chunki Alloh taoloning nihoyasi yo'q. Demak kim Alloh taoloni tanishlikka bo'lgan harakati ham tugab qolmaydi. Mo'mindan boshqalar, mo'min insondan boshqa insonlar dunyo matohini, shu dunyoni chaqasini niyat qiladigan bo'lsa, yo yetadi, yo yetmaydi. Dunyoni boyligini maqsad qilgan inson yo yetadi, yo yetmaydi. Yetmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Endi yetsa-chi? Yetsa baxtli bo'ladimi? Yo'q. Dunyo matohi vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytarib aytamiz, yeta olmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Maqsad dunyo bo'ldi. Maqsad Alloh emas, maqsad Allohning roziligi emas, maqsad jannat emas. Dunyoni maqsad qildi. Yeta olmasa aniq baxtsiz. Yetsa-chi? Dunyo matohi sizga vaqtinchalik bo'lgan saodat shuurini beradi. Ya'ni uylandingiz, baxtlisiz. Necha kun? Mashinangiz yo'q edi. Mashinali bo'ldingiz, baxtlisiz. Qancha? 4 oyda zerikasizda, keyingisi chiroyli ko'rinaveradi. Dunyo matohi vaqtincha saodat shuurini beradi. Inson ko'nikib qoladi, inson zerikadi. Faqat dunyoni maqsad qilgan bo'lsangiz, yetmasangiz aniq baxtsizsiz, yetsangiz malollanasiz unda. Inson bu dunyoga, birodarlar, Allohni tanish uchun kelgan. Unga qulchilik qilish uchun kelgan. Unga muhabbatli bo'lish uchun kelgan. Uni roziligiga intilish uchun kelgan. Shu maqsadda amalga oshirsa inson baxtli bo'laveradi. Dunyosi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men deyapti Alloh taolo jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim dedi. Ana shu ibodatni qiladi, Alloh undan ko'zlagan maqsadni yuzaga chiqaradi, saodat topadi. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, utulubni tajidni." Ey odam bolasi, meni qidir, meni izla, meni albatta topasan. Fa iza wajadtani wajadta kull shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Robbil alamin bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, hech narsani topmading. Shuning uchun Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Allohni tanib topgan banda nimani yo'qotibdi? Va Allohni tanimagan banda nimani topibdi dunyoda? Allohni qo'yib boshqa narsani maqsad qilsangiz, dunyoni haqiqiy narsasini, boyligini, mansabini, kuch-quvvatini yetdingiz, baxtlisiz. Keyin aytdik, zerikasiz, ko'nikib qolasiz. Boy bo'ldingiz, avvaliga xursand bo'lasiz, keyin oddiy bo'lib qoladi. Uylandingiz, baxtli bo'ldingiz, keyin oddiy narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun birodarlar, inson dunyoda saodat topish uchun Al-Aziz bo'lgan Robbisini tanish kerak, unga qulchilik qilish kerak, unga muhabbatli bo'lish kerak. Bir inson shu oldiga dunyoni maqsad qilib yetdi. Boylik topdi. Mansabga ega bo'ldi. Podsho ham bo'ldi deylik. Lekin baribir har qanaqa tirik jonzotning oqibati nima? O'limmi? O'lib qabrga kirganda bu intilib topgan yoki topmagan, to'plagan narsasi yerning betida qoladi, o'zi yolg'iz kiradi. Shuning uchun o'lganda baxtsizligini aniq biladi. Ammo mo'minchi Allohga bo'lgan muhabbati dunyoda ham bor edi, qabrga ham kiradi u muhabbat qalbi bilan. Shuning uchun baxtli bo'ladi. Koinot haqida tafakkur qilishlik Al-Aziz bo'lgan Alloh taoloni tanitadigan yo'l. Koinot haqida tafakkur qilishlik Al-Aziz bo'lgan Parvardigorimizni tanitadigan yo'l. Biz aziz narsada nimani aytdik?
topilishi qiyin bo'lgan narsa aziz. Unga ehtiyoj qattiq bo'lgan narsa aziz. Unga yetishlik qiyin bo'lgan narsa aziz. Endi qaysi narsa ko'payib ketsa, azizligi kamayadi. Qaysi narsaga ehtiyoj kam bo'lsa, azizligi kamayadi. Qaysi narsaga yetishlik oson bo'lsa, azizligi ozayadi. Endi bir narsaki aziz juda ham kam bo'lsa, balki yagona bo'lsa. Bir narsaki hamma u narsaga muhtoj bo'lsa. Bir narsaki hech kim unga yeta olmasa. Qaysi narsa bo'ladi u? U narsa yolg'iz Alloh taoloning o'zi bo'ladi. Al-Aziz bo'lgan Alloh taoloning o'zi bo'ladi. Allohni narsa desa bo'ladimi? Nusammillaha shay'an la kal ashyai va zatan an jihati sitti khali. Bobomiz Sirojiddin o'sha aytadi. Allohni boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz deydi. Allohni narsa deyish mumkin, chunki Qur'onda laysa kamithlihi shay'un degan Alloh. Allohga o'xshash biron narsa yo'q deydi. Imom Azam aytadi, Alloh taoloning narsa deymiz, lekin darrov orqasidan hech qaysi narsaga o'xshamagan narsa deymiz. Koinot haqida tafakkur qilsak, Al-Aziz bo'lgan Robbimizni tanishligiga eng katta yo'l dedik. Mana ozgina bir koinot haqida tafakkur qilamiz. Mana Yer sayyorasi va unga eng yaqin bo'lgan yulduz Alfa Centauri deylar ekan. Mana shu yer bilan shu yulduzning o'rtasidagi masofa 41,5 trillion kilometr ekan. 41,5 trillion kilometr. Bu yerga eng yaqin bo'lgan yulduz bilan yerning o'rtasidagi masofa. Endi undan tashqari qancha yulduzlar bor bu galaktikada? Mana ozgina fikr qilaylik. Endi mana shu masofani yer bilan unga eng yaqin bo'lgan yulduz o'rtasidagi 41,5 trillion kilometr masofani soatiga 200 kilometr tezlikda yuradigan mashinada bosib o'tmoqchi bo'lsak, bizga 23 million yildan ko'proq vaqt kerak ekan. Soatiga 200 kilometr ketadigan mashinada yursak, 23 million yil kerak ekan. Endi undan keyingi yulduzchi? U qancha yurar ekanmiz? Bari insoniyat tarixini 10 ming yil deng. Odam alayhisalom tushganidan keyin Alloh biladi aniqini 10 ming yilda tasavvur qilaylik. Qachon bosib o'tish mumkin? Bu qanaqa bir insonni aqlini lol qoldiradigan katta masofa. Bu eng qisqa masofasi shunchalik bo'lyapti. Shuning uchun birodarlar, Alloh taoloning azamati haqida ozgina fikr qilaylik. Koinot haqida ozgina tafakkur qilaylik. Subhanalloh deyishdan boshqa so'z qolmaydi biz uchun. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Xuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi vat taraib. Xo'p, osmonga qarashlik qiyin bo'lsa, Alloh taolo aytayapti. Inson o'zi nimadan yaralganiga qaramaydimi? Umurtqa pog'onasidan, ko'krak qafasidan otilib chiqadigan suvdan yaralmadimi? Ana shu nutfami? Nutfami? Uni ichida suv bormi, go'sht bormi, nima bor? Suyuqlik. Onani bachadoniga borib joylashar ekan, bosqich bilan komil inson bo'lib dunyoga kelyapti. Shuni fikr qilib ko'rmaymizmi? Jasadni qarang. Insonni suviga sinsa, 80 ga kirgan odamni suviga sindi. U 80 ga kirgan odamni suviga 30 ga kirmasdan qatigan, o'sishdan, to'xtagan, uxlagan, uni suvigini o'stiradigan sistema to'xtagan, o'chgan. Uxlagan. Endi 60 yil, 70 yil o'smasdan turgan suvak sinsa, haligi sistema uyg'onadi-da. Travmatologning ishi nima? Ha, olib kelib qo'yish. U yog'i kim ishi? O'chganiga 50 yil bo'lgan boyagi sistema uyg'onadi-da, suvga qaytadan yopishtirib qo'yadi. Subhanalloh demaysizmi? Qaysi mashinamizni olib borib gursatib bir joyga ursak, 3 kun qo'yib qo'ysak joyiga kelib qoladi. Bu insonni yasagan narsasi. Endi Alloh taoloning yaratgan bu maxluqini qaramaysizmi? Shuning uchun birodarlar, hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'ladimi? Demak, Alloh taolo Al-Aziz bo'lgan zot ekan. Mana shu zotni tanigan, iymon keltirgan, uni yaxshi ko'rganlarga tavba bo'lsin. Al-Aziz bo'lgan Robbimizni tanimagan,
iymon keltirmaganlarga vayl bo'lsin. Allohni tanishlik dinning asli. Allohning ma'rifati dinning asli. Shahvatlar bor insonda. Gunoh ma'siyatga buyurib turadigan, ibodatdan to'sib turadigan shahvatlar bor. Xohish isteklari. Tushuntirish uchun aytamiz. Masalan, bir odamni shahvatini 10 kilo deb faraz qilaylik. 10 kilo bo'lib ketgan shahvati Alloh taoloning ibodatini qilishdan mana shu 10 kilo shahvati to'sib turadi. Endi mana shu odam ilm majlisiga kelsa, ma'ruza eshitsa, dars eshitsa, Allohga bo'lgan qanoati, Alloh haqidagi ilmi biroz ko'payadi. Masalan, 10 grammga. Yana bir marta darsga keldi, yana bitta ma'ruzani eshitdi, yana 10 gram qo'shildi. Demak, Alloh haqidagi ilmi 20 gram bo'ldi. Bir oy kelsin 1 kilo bo'ldi. Ha, endi 10 kilo shahvatni oldida 1 kilo ilm hech qancha emas. Lekin davomiy suratda ilm majlisiga kelib turadigan bo'lsa, bir kun kelib ilmi 10 kilo bo'ladi. Alloh haqidagi qanoati 10 kilo bo'ladi. Shunda shahvati bilan ilmi teng keladi. Shunda ilm kurashadi, iymon ustun keladi, shahvati sinadi. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo aytayapti, bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lmaydi. Ana shu ma'ruza eshitishlikka qalbida muhabbati borlar, baxtli odamlar sizlar. Har eshitganda bir narsani o'rgandingiz. Mana hozir Suviyada gapirdimmi? Subhanalloh dedingizmi? Shuning uchun birodarlar, ilmi ko'paygan sari kishini e'tiqodi mustahkamlanadi. Endi bu odamning Allohga osiy bo'lishligi mustahil bo'ladi. Inson qachon Allohga osiy bo'ladi? Ana shu ilmi yo'q bo'lgan paytda, ma'rifati zaif bo'lgan paytda. Allohni tanishlik dinning asli. Alloh taoloning ma'rifati dinning asli. Allohga itoat qilishingiz, undan qo'rqishingiz ilmingizga bog'liq. Allohni tanishingizga bog'liq. Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama. Albatta Alloh taolodan Allohning olim bandalari qo'rqadi. Demak, dinning asli Alloh taoloni tanishlik. Alloh taoloning ilmi. Astagfirullah. Va ma qadarulloha haqqa qadrihi val ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyamah. Zumar surasida Alloh taolo aytadi, ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Allohdan boshqaga duo qilganlar ikki dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhar. Bas siz Alloh bilan birga o'zga biron ilohga iltijo qilmang. Iloh bu mushriklar o'zlari qo'llari bilan yasab olgan haykallarki, unga sig'inishadi. U iloh deyiladi. U mushriklarning ilohi edi. Lekin gohida insonning shahvati ilohi bo'lib qolishi mumkin. Shahvati nimani xohlasa shuni qiladi. Shahvatiga yo'q deya olmaydi. Gohida iloh mansabi bo'lib qolishi mumkin. Shu mansabda qolish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa qiladi hammasini. Yoki shu mansabga yetishlik uchun nima ishga qo'l urish kerak bo'lsa hammasini qiladi. Demak, bu odam uchun mansab iloh bo'lib qoldi. Gohida iloh insonning boyligi bo'lishi mumkin. O'sha katta boylikka yetishlik uchun nima ish qilish kerak bo'lsa hech qaysidan qaytmaydi. Shu boyligini qo'lida ushlab qolishligi uchun qanaqa gunoh ma'siyat bo'lsa hech qaysidan tap tortmay qiladi. Demak, iloh degani ba'zida pul bo'lar ekan, ba'zida mansab bo'lib qolar ekan, ba'zida shahvat bo'lib qolar ekan. Uyg'onasiz, bomdodga turgingiz kelmaydi. Bu yana sovuq, svet yo'q, gaz o'chib qolgan, hech ham turgin kelmaydi. Turib sovuq suvda nima qilish kerak? Shart turib, nafsini sindirib, shahvatini yo'q qilib, tahorat qilib namoz o'qiganlarga tavba bo'lsin. Agar Allohdan o'zgaga duo qilsanglar, deyapti Alloh, fatakuna minal muazzabin. Aks holda azoblanuvchi kimsalardan bo'lib qolasiz. Allohdan boshqaga duo qilish, Allohdan boshqaga qulchilik qilish, Allohdan boshqani o'ziga iloh deb bilishlik insonning doimiy suratda nafsiy azoblanishiga sabab bo'ladi. Qaytarib aytaman, Allohdan boshqaga sig'inish, Allohdan boshqadan qo'rqish, Allohdan boshqasini o'ziga iloh deb olishlik
insonni doimiy suratda ichki azobiga sabab bo'ladi. Shuning uchun va tavakkal alal azizir rahim. G'olib va mehribon bo'lgan Allohga tavakkul qiling. Agar sen musulmon birodar Alloh taoloning Al-Aziz ismi haqidagi biliming bor bo'ladigan bo'lsa, bu bilim seni boy qiladi, kuchli qiladi, aziz qiladi. Agar aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, doim g'olibsan, doim nusratga ega bo'lasan, doim boy bo'lasan, doim aziz bo'lasan. Chunki Al-Aziz bo'lgan Allohga do'st bo'lgan banda xor bo'lmaydi. Al-Aziz bo'lgan Allohga qul bo'lgan banda xor bo'lmaydi. Al-Aziz bo'lgan Allohga dushman bo'lgan bandalar hech qachon aziz bo'lmaydi. Shuning uchun va tavakkal alal azizir rahim. G'olib va mehribon bo'lgan Allohga tavakkul qiling, suyaning. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taoloning Asmaul Husno, go'zal ismlari silsilasidan navbatdagi darsimiz. Alloh taoloning Al-Aziz ismini o'qib dars qilayotgan edik, davom etkazamiz. Alloh taolo Al-Aziz. Al-Azizning ma'nolaridan Al-Mu'iz, aziz qiluvchi. Alloh taolo o'zi aziz zot va aziz qiluvchi bo'lgan zot. Astagfirullah. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha'u va tu'izzu man tasha' va tudhillu man tasha'u biyadikal khayr. Alloh taolo Oli Imron surasida shunday deydi. Ayting: ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilasan, istagan kishingdan o'sha mulkni tortib olursan, istagan kishingni aziz qilursan va istagan kishingni xor qilursan, bor yaxshilik yolg'iz sening qo'lingdadir. Aziz qiladigan Alloh, xor qiladigan Alloh. Ato qiladigan, beradigan Alloh, man qilib tortib qo'yadigan ham Alloh. Alloh taolo bir ishni qildimi? Demak, shu yaxshilik. Ato qilsa yaxshilik. Man qilsa-chi, bu ham yaxshilik. Chunki ato qilishida ham, man qilishda ham albatta bir hikmat bor. Alloh taolo mutlaq komil bo'lgan zot. U zotning tasarrufoti ham mutlaq bo'ladi. Mana ato qilishligi yaxshilik, tushunarli endi bu. Farzand berdi, o'g'il berdi, qiz berdi. Mansab berdi, obro' berdi, mol-u dunyo berdi. Albatta bu yaxshilik, buni ko'rib turibmiz. Endi ba'zida man qilib qo'yadi. Man qilgani ham yaxshilik. Qanaqa qilib yaxshilik? Xizr alayhissalomning qissasiga murojaat qilaylik. Musa alayhissalom bilan. Kemani teshib qo'ydi. Yomonlik kemashi uchun. Haligi kichkina bolani o'ldirib qo'ydi Xizr alayhissalom. Yomonlik ota-onasi uchun. Lekin bu qissani oxiriga qarasangiz, nima uchun kemani teshganligini, nima uchun bu bolani o'ldirganligini aytib berganidan keyin, ana shu kema uchun ham kemani teshilgani yaxshiligi ma'lum bo'ldi. Ana shu o'ldirilgan bolani ota-onasi uchun shu bolani o'lganligi yaxshiligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo bizni ustimizga qanday kunni bersa, bu albatta siz bilan biz uchun yaxshilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimda keltirilgan hadisda: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khayr." Mo'minning ishi ajablanarli. Uning ishlarining hammasi u uchun yaxshilikdir. Bu faqat mo'minga berilgan. Agar unga yaxshilik yetsa, dedilar Rasululloh, shukr qiladi. Bas, bu uchun yaxshilik. Agar unga yomonlik yetsa, sabr qiladi. Bu ham u uchun yaxshilik. Va bu faqat mo'minga berilgan. Yaxshilik esa shukr qildi, foydasi. Yomonlik esa sabr qilib shukr qildi, bu ham nimasi? Uni foydasi. Va faqat mo'minga berilgan. Demak, bir narsani berishi ham yaxshilik, bir narsani olib qo'yishi ham yaxshilik. Chunki birodarlar, Alloh taolo ato qilishlik uchun avval olib qo'yadi. Aziz qilish uchun avval xor qilib qo'yadi. Xorlikni beradi, sabr qilib shukr keltirib rozi bo'lsa, Alloh taolo azizlikka ham olib chiqadi. O'sha ishlar yurishmasdan muhtojlik, faqirlikda kun kechirgan akalar bor. 5 yil, 10 yil sabr qildi, keyin ishlar yaxshi bo'lib ketdi.
Ato qildimi? Ato qildi. Nimaga olib qo'ydi ekan? Nimaga bermay qo'ydi ekan? Sinash uchun. Keyin berdimi? Shuning uchun kim hozir minusda bo'lsa, sabr qilib turinglar. Minus tugasa nima keladi? Domaja cho'zilib ketdi-da minuschi. Cho'zilib ketdi. U seni nazaringda cho'zilib ketdi u. Alloh uchun hech narsa emas bu vaqt. Seni ishing shukr keltirish, rozi bo'lish, duo qilish. Alloh taolo Al-Aziz bo'lgan zot. Al-Aziz, Al-Mu'iz ma'nolardan bittasi Alloh taolo aziz qiluvchi. Istiqoma insonni aziz bo'lishlikka olib boradigan yo'l. Istiqoma nima edi? Dinda to'g'ri bo'lish degani. Din undan talab qilgan narsani mahkam ushlab, shu ishda sobit turishligi istiqoma deyiladi. Insonni mana shu dunyoda aziz bo'lishligiga amaliy bir yo'l bormi? Ha, birodarlar, bor bunaqa retsept. Bu taqvo, bu istiqoma. Astagfirullah. Lillazina ahsanul husna va ziyada va la yarhaqu wujuhahum qatarun va la dhillatun. Alloh taolo Yunus surasida aytayapti. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun go'zal oqibat va ziyoda ne'matlar bordir. Ularning yuzlarini na qarolik va na xorlik qoplar. Demak, chiroyli amal qilgan taqvoli zotlar uchun hech qachon yuzini qoroligi va xorlik bo'lmaydi. Ular aziz mukarram bo'ladi. Siz qachon aziz bo'lasiz? Jamiyatda, usta sifatida. Qachoniki ustachiligingizda puxta bo'lsangiz. Ma'qulmi? Qachoniki kasb hunaringizda professional bo'lsangiz, mohir bo'lsangiz. Chunki lilladina ahsanu, chiroyli amal qilganlar deyapti Alloh taolo. Ustami ishini chiroyli qiladi. Bu odam doim hurmat e'tiborda bo'ladi. Doim klient orqasida qo'lab yuradi. Narxni qimmat aytsa ham ishi yurishaveradi. Nima uchun? Chiroyli amal qilyapti-da. Er sifatida chiroyli amal qilsa, oilada hurmati bo'ladi. Farzandlarning tarbiyasida chiroyli ish tutadigan bo'lsa, farzandlarning izzat ikromiga sabab bo'ladi. Agar savdogar bo'lib turib, chiroyli amal qilsa, ya'ni omonatdor bo'lsa, yolg'on gapirmasa, ahdida tursa, bir narxga kelishib qo'yib turib, keyin aynib ketmasa, savdogar sifatida aziz bo'ladi. Demak, birodarlar, chiroyli amal qilish, muhsin bo'lishlik, ishida puxta bo'lishlik azizlik yo'li ekanligini Alloh taolo bizga bildiryapti. Kutib turasizda, to'g'rimi shu ustani? 3 oydan keyin bo'shaymiz, yozib qo'ying deysiz. Nima uchun? Nima uchun? U chiroyli ishlayapti, chiroyli amal qiladi. Endi xuddi shu ishni qiladigan boshqa ustalar ham bor. Bekar nima qiladi? O'tiradi. Chiroyli amal qilganlar uchun na xorlik bor, na ular yuzlarini xorlik qoplaydi. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun go'zal oqibat, jannat bor va ziyodalik bor. Nima u ziyodalik? Chiroyli amal qilgan odamga jannat bor, jannatga kirdi. Endi kirgandan keyingi ziyodalik Alloh azza va jallani jamoliga boqishlik. Allohning jamoliga boqishlikni xohlaymizmi? Alloh taoloni ko'rishlikni xohlaymizmi? Chiroyli amal qilaylik. Professional bo'laylik. Ishimizda, kasb hunarimizda. G'arb nimaga o'tib ketdi? Sportda ham o'tib ketgan, ilm-fanda ham o'tib ketgan, texnologiyada ham o'tib ketgan. Nimaga o'tib ketdi bilasizlarmi? Kofir bo'lsa ham ular. Chunki mana shu ishida ular chiroyli ish qilishdi. Agar muhsin bo'lsang, aziz bo'lasan. Pokiza bo'lsang, aziz bo'lasan. Rostgo'y bo'lsang, aziz bo'lasan. Omonatdor bo'lsang, aziz bo'lasan. Taqvoli bo'lsang, aziz bo'lasan. Hech kim senga ta'na ma'lumot qila olmaydi, go'yo farishta deysan. Mustaqim banda aziz bo'ladi. Pokiza banda aziz bo'ladi. Muxlis banda aziz bo'ladi. Aqlli odam o'zini ayb ishlardan ehtiyot qiladi. Mana endi biz hozir o'qigan oyatning davomiga o'tyapmiz. Chiroyli amal qilganlar uchun ne'matlar bor va ziyodalik bor. Ularni hech qachon xorlik qoplamaydi. Yuz yerga qaramaydi. Endi davomini qarang. Astagfirullah.
Vallazina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha va tarhaquhum zillah. Shu oyatning davomi. Yomon amal qilgan kimsalar uchun esa o'sha yomonliklari barobarida yomon jazo bo'lur va ularni xorlik o'rab olur. Qachon inson xor bo'ladi? Xoin bo'lsa, xiyonati fosh bo'lib qolganda undan xor odam yo'q. Yolg'onchi bo'lsa, yolg'oni fosh bo'lib qolganda undan ko'ra xorroq odam yo'q. O'g'ri bo'lsa, o'g'riligi fosh bo'lib qolganda undan ko'ra xorroq odam yo'q. Qarang oyatni. Chiroyli amal qilganlarga xorlik yo'q deyapti Alloh. Endi ana shu bir chiroyli amalni ziddi bo'lgan yomon amal qilganlarga esa xorlik bor. Masalan, o'sha usta sifatida, o'quvchi sifatida, muallim sifatida eplamachi bo'ling. Eplamachi bo'ling. Xor bo'laverasiz. Xor bo'laverasiz. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Va iyyaka va ma yu'tadaru minhu." Uzr so'rashga olib boradigan ishlardan ehtiyot bo'lgin. Bilasan shu ishni qilsang, xijolatga qolasan, qilmay qo'yar shu narsani. Chunki aqlli odam uni uyatga qo'yadigan, xijolatga qo'yadigan ishlardan o'zini ehtiyot qiladi. Sodiq mo'min kishining oshkorasi ham, siri ham birdek bo'ladi. Agar al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen ham azizsan, mustaqimsan. Agar sen mustaqim bo'lmasang, Alloh taolo seni amallaringni qabul qilmaydi. Agar mustaqim bo'lsang, Alloh taolo seni jamiyatda aziz qilib qo'yadi. Chunki Alloh al-azizdir va yana al-mu'izdir. Dinni birodarlar asli bu istiqoma. Din istiqoma. Sen dinda mustaqim bo'lmaguningcha dinni mevalaridan bahra ola olmaysan. Musulmon odamni, haqiqiy taqvodor, mustaqim musulmon odamni odamlardan berkitadigan ishi, odamlardan yashiradigan so'zlari bo'lmaydi. Zohiri botini kabi, siri oshkorasi kabi bo'ladi. Odamlar bilan bo'lganda ham bir xil, odamlar yo'q bo'lganda ham bir xil. Rostgo'ylik, istiqoma va omonatdorlik. Inson aziz bo'lish uchun mana shu xulqlarni albatta o'zida mujassam qilish kerak. Rostgo'y, mustaqim, omonatdor. O'z-o'zidan bunaqa odam aziz bo'ladi jamiyatda. Inson faqat bu qonni bilan emasda tirik bo'lishi. Yaxshi yeb, yaxshi ichsanglar zo'r hayot degani emasda. Inson hurmati bo'lish kerak jamiyatda. Karomati bo'lish kerak. Izzat nafsi bo'lish kerak. Mana shu narsalar bo'lsa, yana hayot yaxshi bo'ladi uni. Tasavvur qiling, bir odamga shu bir hurmati yo'q. Jamiyatda bir tinga qimmat odam, hamma jirkanadi, lekin yeyishi zo'r. Kiyishi zo'r, meni yurgan mashinasi zo'r, ammo jamiyatda hech kim bir tinga olmaydi. Hayoti zo'r bo'ladimi buni? O'sha bir odamni o'g'riligi bilinib qoldi. Qanaqa xor bo'ladi? Yolg'onchiligi fosh bo'lib qoldi. Xoinligi, sotqiligi bilinib qoldi. Mana endi bir tiyin bo'ladi. Garchi qonni zo'r to'yayotgan bo'lsa ham, dunyoviy maishati zo'r bo'layotgan bo'lsa ham. Bunaqa odam Allohning nazdida ham hurmatli yerda bo'ladi, insonlarning nazdida ham. Alloh taolo al-aziz bo'lgan zot. U yana al-mu'izdir. Aziz qiladi. Aziz qiladi agar mustaqim bo'lsang, iffatli bo'lsang. Al-aziz bo'lgan Alloh taolo sen uchun hamma narsadan aziz bo'lishligi kerak. Qaytarib aytamiz. Al-aziz bo'lgan Alloh taolo sen uchun musulmon birodar hamma narsadan aziz bo'lishligi kerak. Shahvatingdan, nafsini xohishlaridan, har xil qalang'i qasanqi ulfatlardan agar mana shulardan aziz bo'lmasa, sen Allohning muhabbatiga erisha olmaysan. Alloh taolo qachon qo'llaydi seni? Qachon seni madadi bilan qo'llaydi? Qachon seni aziz qiladi? Hozir aytganimizdek, hamma narsadan ko'ra Alloh taolo aziz bo'lsa. Mana endi buni aksi bo'lsa-chi? Shahvatingiz birinchi o'rinda, havoyi nafsiz birinchi o'rinda, ulfatlar birinchi o'rinda. Unda bu odam dinni mevalardan foyda ola olmaydi. Mana keyingi o'qiydigan oyatimiz, agar inson do'ppisini nimaga qo'yib qo'yib, jiddiy o'ylanib ko'rsa, belini sindirib oladigan oyat.
Astagfirullah. Qul in kana abaukum. Ayting, ey Muhammad alayhissalom. Agar ota-onalaringiz boy, quvvatli otangiz gunoh ma'siyatga buyurib turibdi. Alloh norozi bo'ladigan ishga buyurib turibdi. Agar quloq solmay osiylik qilsangiz, merosdan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Agar otanglar Allohdan sizlarga sevimliroq bo'lsa, va abnaukum, bolalaringiz sizlarga Allohdan ko'ra azizroq bo'lsa, ya'ni bolasiga bir narsa topib kelish uchun yoki bolasini talabiga ko'ra haromga kirib ketyapti. Va ikhvanukum, aka-ukalaringlar Allohdan ko'ra sizlarga aziz bo'lsa, va azvajukum, juftlaringiz Allohdan ko'ra sizlarga aziz bo'lsa. Mana aytdik-ku, Alloh sizni aziz qilish uchun al-aziz bo'lgan Alloh sizga hamma narsadan aziz bo'lish kerak. Er-xotin ajrashyapti. Mana ajrashishlikda shar'iy hukm bor va vaziy hukm bor, sud bor. Xotin shu eri bilan ajrashayotganda qaysi hukmga murojaat qiladi? Albatta sudga. Chunki shar'iy hukm bilan ajrashsa, erining mulkidan hech narsa berilmaydi unga. Shunda nima qiladi u? Sudga boradi-da. Domla, shu oshnam bilan kelisha olmay qoldik muomalada, tijoratda, pul ustida. Shariatda hukmini ayting. Muhimi Alloh rozi bo'lsin. Kimga o'tib ketadi ko'prog'i, kimga qoladi kamrog'i muhim emas. Muhimi Alloh rozi bo'ladigan bo'lsin deb keladiganlar bor. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yoki bunday mo'ljallaydi. Agar domlaga borsa, bunga hukm qilib berar ekan. O'shuning uchun palonchiga boradi yoki po'kinchilarga boradi. Ana, shu yerda aytayapti-da, otanglar, bolanglar, ayollaringlar Allohdan ko'ra sizlarga sevimliroq bo'lsa, ayolini yaxshi ko'radi. Allohni norozi qiladigan narsani ayol eridan talab qilib turibdi. Er nima qiladi? Itoat qiladi, Allohni norozi qilib. Sizni Alloh aziz qilish uchun al-aziz bo'lgan Alloh sizga hamma narsadan nima bo'lsin? Aziz bo'lsin. Ulug' tobiinlardan bo'lgan Hasan Basri Basra valisining oldida turar ekan, Basra valisiga xalifadan bir buyruq keldi. Bu buyruqni bajarsa Alloh norozi bo'ladi. Ya'ni Allohga yoqmaydigan hukm. Shunda Basraning valisi so'rayapti Hasan Basridan, nima qilay dedi. Agar bajarsa Alloh norozi bo'ladi. Bajarmasa xalifa qahr qilib ishdan olib tashlaydi yoki jazolaydi. Hasan Basrining javobini ko'ring. Innalloha yamnauka min Yazidin, walakin Yazid la yamnauka min Alloh. Ya'ni xalifa, Alloh seni Yaziddan saqlay oladi, lekin Yazid seni Allohdan saqlay olmaydi. Senga xalifa azizmi, Alloh azizmi deyapti-da. Allohda aytganini qilaver, Alloh saqlab oladi seni xalifadan deyapti. Shuning uchun birodarlar, Allohning roziligini qo'yib, boshqalarning roziligini istayotgan bo'lsak, biz hech qachon aziz bo'lmaymiz. Alloh taolo ota-onangga chiroyli muomala qil, xizmatini qil, duosini ol dedi. Bu Allohning buyrug'i, shariatning buyrug'i. Endi bu ota shu farzand o'zini bola-chaqasini boqishligi uchun, tirishligi uchun boshqa mamlakatga ketadi. Yillar yuradi. Shu bolam chaqam deb. Ha, bola-chaqani boqish ham kerak, ammo ota-onaga bir yilda bir marta telefon ham qilib qo'ymaydi. Shunaqalar bor, birodarlar. Telefon, shunday telefon qilib turib, "Ay, yaxshimisiz? Dada, yaxshimisiz? Men yaxshiman, ishlab yuribman" deb qo'yishga yaramaydiganlar bor. Farzandini deb ota-onasidan voz kechib, ota-onasini bir xizmatini qilmay, norozi qilyaptimi? Endi bunaqa yo'l bilan boqilgan farzand erta katta bo'lganda otaga xuddi shunaqa muomalani qiladi. Shuning uchun otalar, agar ayrim farzandlarimiz bizga nisbatan qilayotgan muomalasidan ko'nglimiz chiqmayotgan bo'lsa, biz norozi bo'layotgan bo'lsak, hadeb u bilan urushavermasdan o'zimizga ham qarab qo'yaylik. Nima yegizuvdik? Qanaqa tarbiya beruvdik? Birinchidan. Ikkinchidan, o'zimiz ota-onamizga qanaqa muomala qiluvdik? Keyinmi? Boshga qo'ngan qushga o'xshaydi otangni. Pirritib tushib ketib qoladi. Pulingiz ham o'ziga qoladi.
Qa'dasan, bormisan deydigan ham qolmaydi. Ungacha nima qilib qolish kerak? Ayting ey Muhammad, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz va kasb qilib topgan mol va dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishdan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda kutib turavering. Agar bular, mana shu sanalganlar, Alloh va Rasulidan ko'ra sevimliroq bo'ladigan bo'lsa, demak sen hali Alloh tarafga qarab yurmagan ekansan. Al-Aziz bo'lgan Allohga taslim bo'lasan, uni hamma narsadan afzal bilasan, shunda senga yaxshilik keladi, martaba keladi, makonat keladi, rohat keladi, osoyishtalik keladi, saodat keladi. Ikki dunyoda aziz bo'lishlikni birodarlar, ikki dunyoda saodatli bo'lishni retsepti Al-Aziz bo'lgan Alloh taoloni hamma narsadan ustun ko'rishligimizda. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Alloh taolo Qur'onda aytadi, astagfirullah, qul in kana abaukum va abnaukum va ikhwanukum va azwajukum va amwalukum iqtaraftumuha va tijaratun takhshawna kasadaha va masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallohi va rasulihi va jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ayting, deydi Alloh taolo Qur'onda. Muhammad alayhisalom ayting, agar ota-onalar, farzandlaringlar, aka-ukalaringlar, juftlaringlar, kasb qilib topgan mol va dunyoinglar, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratinglar, o'zingizlar yaxshi ko'radigan uy-joylaringlar, ya'ni insonga yaqin bo'lgan hamma narsada, ota-ona, xotin, bola, chaqa, tijorat, uy, insonga yaqin bo'lgan inson ulardan ajralishni xohlamaydigan narsalar. Allohdan va uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda Allohning amrini kutib turaveringlar. Insonlarning ustlariga musibatlar, balolar, sinovlar, mashaqqatlar qachon keladi? Allohning manhajidan chiqib ketganda. Ma yaf'alullohu bi azabikum in shakartum va amantum deydi Alloh. Ey, sizlar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nima uchun azoblasin deydi. Ma asobakum min musibat dedi ikkinchi oyatda. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi deydi Alloh. Hozirgi kunda sizga nima yoqmayapti ustingizda turgan? Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Boshingiz kasaldan chiqmayaptimi? Boshingiz qarzdan chiqmayaptimi? Musibat u, to'g'rimi? Xotin itoatsizmi? Farzandlar bir noloyiqmi? Sizga nima yoqmayapti? Qarangda, bu musibat. Shu musibatlarda hammasi o'zingizlar qilgan ish sababli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Yana Alloh ko'p gunohlarni kechirib turaman deydi. Agar seni mana shu dunyo matohi, dunyoning latta-luttasi qalbingni to'ridan joy egallab turgan bo'lsa, sen hali birodar Alloh tarafga qarab yuruvchilardan emassan. Allohga qarab yurayotganlardan bo'lishi uchun unga taslim bo'lasan, uni hamma narsadan afzal deb bilasan, shunda senga yaxshilik keladi, shunda martaba keladi, shunda rohat keladi, shunda osoyishtalik keladi, shunda saodat keladi, shunda omonlik keladi, shunda tavfiq keladi. Alloh hamma narsadan siz uchun ustun. Bir tijoratga kirmoqchisiz, birov bilan muomala qilmoqchisiz, lekin shu ishni qilsangiz katta foyda bor, ammo Alloh norozi bo'ladigan holat. Shunda tanlash kerak. Nimani tanlaysiz? Sen birodar Allohni saqlashi, uni qo'llashiga qachon ega bo'lasan? Qachonki unga bo'yinsunsang, itoat qilsang. Mana Alloh taolo aytayapti. Agar sizlarga otanglar, bolanglar, xotininglar, dunyoviy matohi, dunyo chaqalari sizlar uchun afzal bo'lsa, fatarabbasu, Allohning ishini kutib turinglar deydi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allohu bi amrihi vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Oyatning davomi. U holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib
kutib turinglar. Hamma narsadan Alloh sevimli bo'ladi, ine baraka topasan. Hamma narsadan Allohni ustun deb bilasan, keyin yaxshilik keladi senga. Nozik haqiqat, musulmon odam dunyoni ishini ham, dinni ishini ham jamlay oladi. Ya'ni dinini mahkam ushlagan holda dunyo ishlarini qiladi. Dunyoni ham tashlamaydi, dinni ham tashlamaydi. Iloji bormi bu narsani? Iloji bor. Mana shu narsa lekin komil islom bo'ladi, birodarlar. Osonda bir yo'la tijoratga kirib ketib, ibodat bilan ovora bo'lmaslik yoki bir yo'la ibodatga kirib ketib turib, dunyoda tashlab qo'yishlik. Bu oson. Qiyini qaysi? Qiyin ikkalasini teng ushlab ketishlik. Bir odam namoz o'qib turib ham Allohga bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Haj qilyotib ham Allohga bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Roza tutayotib ham Allohga bog'lagan bo'lmasligi mumkin qalbi. Bu shioriy ibodatlar deyiladi. Jasadimiz bilan qiladigan ibodatlar, islom shiorlari. Ammo buni orasida shahvatlar turgan bo'lsa, ma'siyatlardan qilib turgan bo'lsang, gunohlarni tark qilmagan bo'lsang, demak, sen uchun Allohdan ko'ra shahvatlarning ustunroq ekan. Qaytarib aytamiz, roza tutishi mumkin, haj qilishi mumkin, namoz o'qishi mumkin, sadaqa zikr qilishi mumkin. Shularni qilib turib, yana gunohlardan tiyilmayotgan bo'lsa, demak, gunoh bu odam uchun, shahvat bu odam uchun Allohdan suyukliroq ekan. Bu odam Allohga qarab yurgan solih yuruvchilardan emas. Alloh bu narsalarda hammasidan aziz bo'lish kerak. Sen uchun. Agar sen Alloh uchun xolis bo'lsang, taslim bo'lsang, bo'yinsinsang, hamma xohish isteklaringni, shahvatlaringni oyog'ini tagiga tashlasang, bilasan nima bo'ladi? Unga bo'lgan yaqinlikni his qilasan. Muhabbatni topasan. Tavfiqni, nusratni, saodatni, xotirjamlikni qo'lga kiritasan. Qalbing xotirjam bo'ladi. Qalbing rozi bo'ladi. Agar buni aksi bo'lsa-chi, hamma narsadan Alloh senga aziz bo'lmasa qanday bo'ladi? Jasading bilan ibodat qilyapsan, ammo Alloh sen uchun hammadan aziz emas. Buni misoli bir mashinani tasavvur qiling. Kuzovi juda ham tekis, kraskasi juda ham o'rnida. Ko'rinishi haqiqatan ko'zni to'ldiradi. Hamma yo'q zo'r. Saloniga o'tirsang, tushging kelmaydi salonidan. Lekin motori yo'q. Endi Allohni amrida mustaqim bo'lmaydigan bo'lsang, itoatda bo'lmasang, boyaga motori yo'q mashina yurmaganidek, dinni mevalaridan sen foydalana olmaysan. Alloh taologa itoatda turish halovati, iymon halovati. Salasun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman. 3 ta sifat bor, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda. 3 ta sifat kimda bor bo'lsa, shu inson ana shu sifatlar bilan iymonning mazasini, ta'mini totib ko'ribdi. Mana eshitaylik. Biz iymonning ta'mini totib ko'rganmizmi, yo'qmi? Million marta holva desin, og'zingizda shira mazasi paydo bo'lib qolmaydi. Holva ta'mi paydo bo'lib qolmaydi. Uni bir marta totib ko'rish kerak. Million marta sifatlab bersin qovunni. Lekin bir tishlab ko'rmasangiz, uni siz mazasini tasavvur qila olmaysiz. Xuddi shunga o'xshagandek, iymonning ham mazasi bor, birodarlar. Lillahil matalul a'la. Iymonning ham ta'mi, mazasi bor. Rasululloh aytibdilar, kim totadi u ta'mni? 3 ta sifati bor bo'lsa. Haqiqiy iymonda shunday halovati bor, huzuri bor. Iymonning halovatini siz totib ko'rgan bo'lsangiz, sizga bu shunaqa quvvat beradiki, qahramonga aylanasiz. Iymonning halovati shunday narsaki, siz uchun bu dunyoning hamma huzur halovatlari oyog'ingizning tagida bo'ladi. Naq 10 ming dollardan kechib oldi, qo'yli deydi. Siz uchun arzimagan narsa u. Harom. Bu qilgan tijoratingiz harom, undan topgan pulingiz harom deb aytdi domla. Eshitib turib, topilgan pulni kelib chiqishlik tarixini. 10 ming dollar siz shunday berib olasiz bir ehson qatori. Siz uchun oddiy narsa aytdik-ku, agar siz iymonning halovatini totib ko'rgan bo'lsangiz, siz qahramon bo'lib qolasiz.
Odamlari aqllari bovar qilmaydigan ishni osonlik bilan qiladigan bo'lasiz. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhuni Makka mushriklari azoblagani tanimga olib chiqishdi Makkadan. Abu Sufyon ibn Harb osib qo'yib bu sahobani parcha-parcha qilib go'shtini kesar edi. Ana shu azoblab turgan paytda so'radi: "Ey Hubayb, Muhammadga iymon keltirganliging tufayli shu azobga qolding. Xohlarmiding seni o'rningdan Muhammad qolib, sen bola chaqangni oldida huzur halovatda bo'lishligini?" Shuncha azoblarga sabr qilib turgan Hubayb ibn Adi dod dedi. "Vallohi" dedi. "Men ahlim orasida bo'lib, dunyoni hamma ne'matlari qo'limda turib, Rasulullohni o'tirgan joylarida oyog'iga bir dona tikar kelishligini xohlamayman" dedi. O'lyapti, azoblanyapti, lekin Rasulullohga bo'lgan iymon shunday quvvat beryaptiki, Rasulullohning oyog'iga tikan kirmasin deydi. Abu Sufyon aytadi shunda: "Vallohi ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Allohi Muhammadning sahobalari uni sevganlaridek biron kimsa boshqa birovni sevganini ko'rgan emasman. Ya'ni hech kim Muhammad alayhisalomning sahobalari u zotni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rgan emas. Ana iymonda halovati. Iymon mana shunday narsa birodarlar. Allohning roziligini oldida bu dunyoning tuprog'i bilan oltini bir xil bo'ladi. Shunda haqiqiy mo'min bo'lasan. Shubhasi bormi? Qo'lingdagi 10 so'mmi, million so'mmi sening uchun bir xil bo'ladi. Osonlik bilan uni tark qilasan. Birodar, iymonning halovati bor. Iymonning halovatining narxi bor. Ana shu narxni to'lamagunicha banda unga erisha olmaydi. Uni narxi Allohga tamomiy itoatda bo'lishlik. 3 ta sifat kimda bor bo'lsa, shu inson shu sifatlar bilan iymon ta'mini mazasini topibdi. Birinchisi, an yakunallohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh va rasuli u uchun boshqa hamma narsadan sevimliroq bo'lsa. Hozir yer yuzida yashab turgan musulmonlarda bir 2 milliard deydigan bo'lsak, ulardan so'rasangiz, Allohni hamma narsadan ko'proq yaxshi ko'rasanmi deb, ular hammasi ha deydi. To'g'rimi? Lekin chindan ham shunaqami? Yo bu quruq da'vomi, quruq gapmi? Buni isbotini qachon ko'ramiz birodarlar? Shu ha deb javob berganlarni qarangda. Dunyoviy manfaati bilan shariy hukmlar qarama-qarshi kelib qolgan paytda qaysinisini tanlaydi? Alloh va Rasul tarafinimi yoki o'zining manfaatinimi? Ha, Alloh men uchun hamma narsadan sevimli degan gap rost bo'lsa, shariat hukmini tanlaydi. Savdo-sotiqda, tijoratda sherik bilan kelishmay qoldik. Yoki klient bilan sotuvchi o'rtasida muammo bo'lib qoldi. O'shuning uchun aytayapmiz-da, siz uchun bu dunyodagi hamma narsadan ko'ra Alloh taolo va uning hukmi, uning dini aziz bo'lsa, shunda Alloh sizni qo'llaydi. Siz shariy hukm bilan ishingizni hal qildingiz, hech narsa tegmadi sizga. Siz yutdingiz. Siz yutdingiz. Faqat ozgina vaqt kerak uni tushunishingiz uchun. Agar Alloh va Rasulini tanlasa va Alloh va Rasuli hamma narsadan unga sevimliroq bo'lsa, demak bu odam iymonning nima ekanligini tushunibdi, iymon halovatini totibdi. Bir masalasini so'rab kelgan edi, sherik bilan o'rtasida pul muomalasi bor ekan, aytayaptiki, domla deyapti. Muhimi Alloh aytgandaqa bo'lsin deyapti. Muhimi shariatdan chiqmaylik. Kimga o'tib ketishligi muhim emas deyapti. Hammasi o'tib ketsa ham mayli, faqat shariy hukm qilib bering deyapti. O'rtada yaxshigina mablag' bor. Kimga ketishi muhim emas, muhimi shariat bilan bo'lsin deyapti. Mana shu odam baraka topadi. Mana shu odam nima qiladi? Baraka topadi. Allohning matohi qimmatdir. Allohning matosi jannatdir. Bu dunyoda ismingizni oldiga doktor falonchi deyilishligi uchun, ismingizni oldiga doktor degan so'z qo'yilishi uchun necha yillab o'qishingiz kerak? Maktab, texnikum, institut, universitet, magistratura, dissertatsiya, xullas 30 yillab o'qishlik kerak. Doktor Ahmad degan nomni olish uchun.
Lekin ajal kelganda Ahmad kirib ketadi qabrga, doktor degan unvon qoladi. Endi dunyoni ozgina obro'yi, shuhrati, dunyoni ozgina matohini qo'lga kiritish uchun shuncha mehnat, mashaqqat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, qabrga sen bilan kelmaydigan, yerni betida qolib ketadigan, dunyoni bittagina unvoni uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, nima? Oxiratdagi jannatga yetish uchun, Allohning jamolini ko'rish uchun mehnat qilmaslik kerak deb o'ylaysanmi? Ha, birodar, Alloh taoloni jannatiga yetish, uni jamoliga qarash uchun katta mehnat qilishlik kerak. Kimda quyidagi 3 ta sifat bor bo'lsa, u odam iymon halovatini totibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli hamma narsadan u uchun sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa-yu faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqargandan keyin yana kufrga qaytishlikni xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Ha, bir paytlar bo'lgan, o'sha bir yashil ichib qo'yardik to'rttamiz o'tirib. Va bir davr bo'lganda shu. Voy, u davringni-chi unut. Uyal uni gapirgani. Mo'xtanyapti u, qarab qo'ying. Demak, Alloh uni iymonga qaytargandan keyin yana kufr hayotiga qaytishlikni, o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Birodarlar, Alloh taoloning vasfida tillar ojiz. U al-aziz bo'lgan zot. Uni azamati, ulug'ligi dengizida har qanday so'zimiz g'arq bo'ladi. Uni kalimasini vasf qilishda tillar ojiz bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Subhanaka la uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik." Ali ibn Abi Talibdan. Ey Parvardigor, dedi payg'ambarimiz, sen har qanday aybdan poksan. Sen loyiq bo'lgan sano bilan maqtashga ojizman. Sen o'zingni maqtaganingdeksan. Biz har qancha Allohni subhanalloh deb poklamaylik, unga loyiq bo'lgan sanoni ayta olmaymiz, birodarlar. Chunki biz ojizmiz. Kim Alloh uchun kamtar bo'lsa, Alloh uni aziz qiladi. Kim takabburlik qilsa, Alloh uni xor qiladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Law du'itu ila kura'in." Agar qo'yni, tuyog'i, paychog'i pishirib chaqirilsa, shunga ham boraman. Ya'ni ziyofatning oddiysiga ham boraman deydi. Agar menga qo'yni, paychog'i hadya qilinsa, albatta qabul qilaman. Alloh uchun kamtar bo'lsa, Alloh uni aziz qiladi. Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin ham avvalgi ishiga qaytdi. Nima edi u ishi? Ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir kampir bilan kichkina qizcha yashardi bir uyda. Borib uylarni shupurib, echkilarni sog'ib xizmatini qilar edi. Xalifa bo'lgandan keyin yana shu ishini qilgani bordi. Eshikni taqqalatganida kampir kim ekan deb so'radi. Qizchasi echki sog'uvchisi dedi. Yo'q, bu kishi endi musulmonlarning xalifasi dedi. Ana kamtarlik, birodarlar. Xalifa bo'ldi, ertasi kuni yelkasiga qopini olib, molini solib bozorga chiqib ketyapti. Nima qilgani? Savdo qilgani. Ana kamtarlik, birodarlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uyga kelgan mehmon bilan o'tiribdi, shamni almashtirish kerak bo'ldi. Turib ketyapti. Siz turmang, men turaman, axir siz Umarsiz-ku dedi. Turib, chiroqni almashtirib o'tirib, turayotganimda ham Umar edim, o'tirganimda ham Umarman dedi. Shuning uchun, birodarlar, kamtar bo'lgan odamni Alloh taolo aziz qiladi. Takabbur bo'lgan kimsani Alloh taolo xor qiladi. Alloh azza va jalla al-aziz bo'lgan zot. Al-aziz bo'lgan Alloh siz uchun hamma narsadan aziz bo'lsa, sizni martabangizni ko'taradi. Dunyoning matohi, shahvatlar, xohish istaklar oyoqtagiga tashlaysiz. Alloh va Rasuli hamma narsadan sizga aziz bo'ladi. Alloh taolo sizga ikki dunyoni saodatini beradi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalam.